domamini qaraga. Qo'ysang-chi. Ozod, topasan deysan-a, tashlab yubor yana bo'lsa. Undan ham zo'r keldi, qaraga. Qo'yib ko'rmayman dedim-ku. Xafa bo'lmagin u. Tushunmaysan desa bu temalarni bor-u. Alo. Ha, aka. Qilib beraman dedim-ku, aka, o'sha pulni. Qochib ketmayman, aka, qilib beraman dedim-ku. Ha. Tinchlik ekanmi? Bittasidan qarzim bor. Xit qo'rdi bor-ku, so'raverib. Beraman, qochib ketmayman-ku. Ha. To'g'ri bu. Ozodga qilaysiz. Ozod? Ha. Bugun iftorlik qatta qilamiz. Eng qimmat, eng zo'r joy gaplashgan o'rtam. Maza qilib ovqat yeylik bugun. Xo'p. O'rta. Ha. Oldingda suv ichsam maylimi? Nima deyapsan? O'ylab gapiryapsanmi? Men ro'zaman o'rta. Shu bichoqa. Tavba qildi. O'rta xafa bo'lmagin-u. Bu soxtakorlikdan kimga naf? Negadir shu kunlarda surati bilan siyrati umuman boshqa bo'lgan odamlarni ko'rsam, bitta gap esimga tushyapti. Nima demoqchisan, tushunmayapman. Telegramingga tashlab qo'ydim. Ko'rarsan. Yo asling kabi ko'rin yoki ko'ringaning kabi bo'l. Jaloliddin Rumiy